Xudo xola, fasonim premium sinovdan o'tdi. Endi bu libosim qanaqa qilib, nima uchun Xudo xola bo'lganini endi sizlarga aytib bermoqchiman. O'tgan yili onamlar uchun maxsus chiroyli qilib koketkali, keng, mo'l-ko'l libos xohlaganlarda onajonimni ustilarida tikib berganman. Va bu libosimdan keyin shaxsan Xudo xolamizni o'zlari ham 66-razmerli onajonimizga bo'ylarini uzun va ozg'in ixcham ko'rsatish uchun libosimni tikib berdim qora rangida. O'zingizlar ko'rib tursanglar bo'ladi. Mana shu libosimni ana o'shandan keyin Xudo xola deb nom berganmiz. Va bu libosimni har bitta detallari ruchnoy rabotada chiroyli qilib mehr berilgan. Kengliklarini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Yurganda ham qulay, to'yxonada mazza qilib o'zinglarni chiroyli his qiladigan libos. Sizlarga juda ham zo'r kayfiyat beradi. Sizni bo'yingiz yanada uzun va juda ham ixcham qilib ko'rsatadigan shunaqa chiroyli libosim siz uchun kuzgi kolleksiyamda tayyor holatga keltirildi. Va bunimizni seri rangida va ushbu qora rangida kelib o'zingiz kiyib ko'rishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga murojaat qilib, o'zingizni keladigan sanangizni band qilib qo'ying.